Hurmatli operator. Operatorman. Hammaga salom. Hammaga salom. Hammaga assalomu alaykum. Bu Er-xotin podkast. Bugungi videomiz sitati, ya'ni har xil mashhur odamlarni o'zini iboralari, to'g'rimi? Iboralarini aytib, o'z fikrimizni aytamiz. Bizga yaqin bo'lishi mumkin, o'zimizni hayotiy gaplarimiz bo'lishi mumkin. Shu haqida bugun обсуждение qilamiz. Bu Er-xotin podkast. Video yoqqanmasa like bosib qo'yinglar, kommentariy yozinglar. Hammaga o'zim javob beraman. Rahmat. Birinchisi Maksim Gorkiy, rus yozuvchisi. Begona yurt odamga o'z vatanini sevishni o'rgatadi. Begona yurt odamga o'z vatanini sevishni o'rgatadi. Men buni 3 oy bu yerda yashab bildim. Ya'ni oldin chetga chiqmaganman, yashamaganman. Baribir, lekin hozir O'zbekistonni sog'inmayman. U yerda boshqacha edi-da, hamma narsa, все устроено по-другому. Menga yerda qanaqadir babi ona tuproq deb aytiladi-ku, ona tuprog'im deyiladi-ku, xuddi shunaqa babi sog'inch уже kelyapti menda. Sizda qanaqa? Как будто uydan ketmaguninggacha uyingni sog'inmaysan, shunaqa tortdi, to'g'rimi? To'g'ri. Вот. Yana anaqa gap bor-ku, masalan, o'zingda bor narsani qadrlashni boshlaysan, qachonki uni yo'qotsang. Когда-то потеряешь, вот именно. Balki shunga o'xshagandir. Men qo'shilaman-da. Endi siz ko'proq yashagansiz-ku Germaniyada. Siz balki boshqacha fikr berarsiz. Siz 100% qo'shilasizmi yoki qanaqadir Bitta sog'inch ham menimcha rol o'ynaydi-da. Qancha uzoqda bo'lsang, uyingni sog'inaverasan. Borganingdan keyin ham hamma narsa nima deydi? Tanish, boshqacha, uying, o'zing tug'ilgan joying. Родное место sezadi deb o'ylayman. Da, yana ham balki nima deydi? Komfort. Yo'q, yana ham o'sha uyingga bo'lgan muhabbatni oshiradi deb o'ylayman. Yana ham ko'p yaxshi ko'rishni boshlaysan. Da. Borib turib, "Voy, meni uyim, meni velosipedim, men yurgan ko'chalar" deb. To'g'ri. Menimcha shunaqa. To'g'ri, men ham qo'shilaman. Borida qadriga yetmaymiz, yo'g'ida обязательно undan sog'inamiz. Da. Zo'r, menga yoqdi. Demak, biz bu sitataga qo'shilamiz. 100%. 101%. Men 101%. qo'shildim. Ikkinchisi, Johann Wolfgang von Goethe. Nemis shoiri va faylasuf. Agar noto'g'ri o'qiyotgan bo'lsam, kommentariyada to'g'rilab ketinglar. Safarlar odamga sabrga, jasoratga va yangi hayotga moslashishni o'rgatadi. Ruschasiga путешествие учит терпению, мужеству и умению жить по-новому. Путешествие учит, да? Safarlar, chetga chiqishlaring, umuman любой joyga safar, sabr qilishga, jasoratga va yangi hayotga, умение жить по-новому. Потому что все по-другому, hamma narsa boshqacha bo'ladi-da. Chetga chiqqaningizdan keyin, путешествие qilganingizdan keyin. Da. Chunki oddiy, masalan, Fransiyaga bordingiz yoki oddiy Dubayga bordingiz, har xil tili. Oddiy, masalan, tilida ham sizda kommunikatsiya bo'lishi uchun siz uni bilishingiz kerak. Hatto bilmasangiz ham sizda bu yerda aytilgandaqa jasorat bo'lishi kerak-da. Siz u bilan kommunikatsiya o'rnatish uchun. Masalan, men qo'rqaman. Bilmagan tilimda odam bilan gaplashishga qo'rqaman. Jasorat kerak. Jasorat kerak. Til kerak, til o'rganishing kerak. Bu как раз tushadi yangi hayotga moslashishga. Til o'rganishing kerak. Sabr, oson emas. To'g'ri, yangi joyda. Конечно, o'zingning vataningda yoki o'zingning uyingda sen o'rgangan komfort, sen o'rgangan odamlar, sen o'rgangan atmosfera, hech qanaqa yengillik yoki дополнительный anaqa kerak emas-da senga kuch. Qo'shimcha hech qanaqa kuch talab qilinmaydi. Endi safarda yursang, yangi odamlar, yangi joylar, ish, boshqa hammasiga senga nima deydi? Shu yerda aytilgan narsalar kerak-da. To'g'ri. Menimcha eng ko'pi sabr ham katta rol o'ynaydi. Bitta любой joyda sabr, misol ishlasang ham sabr qilishing kerak. To'g'ri. Ko'nikib ketasan yangi ishda. Yangi joyda ham sabr qilishing kerak. Birpasda o'rganib keta olmaysan. Til o'rganganda ham sabr qilishingiz kerak. Bir kunda o'rganib qolmaysiz. Men o'ylayman, bu ko'proq
putешествие qilib boshqa davlatda yashagan yoki hech bo'lmasa chetga bir marta chiqqan odam prям ich-ichidan buni чувствовать qiladi. Men shunaqa deb o'ylayman. Qo'shilamizda demak. Qo'shilamiz. 101% qo'shilamiz. Bu sitataga qo'shilamiz. Keyingisi. Jaloliddin Rumiy, mashhur shoir. Bir joyda qolib ketgan odam o'zligini topishi qiyin. Ruschasiga тот, кто всю жизнь остается на одном месте, редко находит самого себя. Bitta joyda odam. Ya'ni o'zini qirralarini ko'ra olmaydimi? Menimcha o'zligini типа как человек редко находит самого себя deyapti-ku. Ну, balki unchalik ham qo'shilmasdirman, chunki mani ko'p o'rtoqlarim bor, bitta joyda butun umr yashagan, ну, shu paytgachada, ularga hech qanaqa nimasi yo'q, o'zini topgan. Ya'ni bitta joyda tug'ilgan, bitta joyda ishlaydi. O'sha yerda oilasi bor. Ular menimcha baxtli deb o'ylayman. Menimcha ham. Даже chunki gaplashganimda ham, ну, hammada ham yo'q-da, что вот chetga chiqishim kerak yoki u yoqqa borishim kerak, bu yoqqa borishim kerak, men bitta joyda qolib ketyapman. Даже bu fikr yo'q. Buni men hisoblamayman. Nimaga endi men masalan tug'ilgan joyimda o'zimda yaxshi ko'rgan ishimni topgan bo'lsam. Masalan, menga nima deydi, qanaqadir mollarim, qo'ylarim borda, o'shalarni boqaman, sotaman, xo'jaligim bor masalan, огородim bor. Menga вполне достаточно. Menga o'sha orqasidan pul topyapman yoki o'sha yerdan uylandim. O'sha uyimni oldidan yana qo'shimcha uy solib o'sha yerda yashayapman. Xullas, bitta qishloqda, bitta joyda, shaharda butun umr yashayapman. Men ham hozir siz aytmaguncha bunga 100% qo'shilyotgandim. Chunki rostdan ham qanaqa odam bitta joyda turadi-da, hech nimani bilmaydi, развитие bo'lmaydi-ku demoqchi edim. Hozir o'zimga qarasam, rostdan ham bitta joyda meni yaqinlarim bo'lsin, meni yaxshi ko'rgan joyim, ishim bo'lsin, или qanaqadir ishlamasam ham hobbim bo'lsin. Men bitta joyda не развивающий человек bo'lmayman. Men naоборот baxtli ayol bo'laman o'sha yerda. Chunki meni yaqinlarim yonimda, men o'zimni O'zbekistonimda, o'zim vatanimda bo'laman. Menga hozir savol kelib qoldi. Agar вот sen o'sha joyda, masalan, 20 yildan beri yashayapsan, tug'ilganingdan beri bitta joyda yashayapsan, sen baxtlisan. Judayam. Sen baxtlisan-da. Kerakmi qanaqadir дальше senga развитие? Типа ты должна развиваться. Ты уже счастлива, вот sen o'zi baxtli odamsan-da. Seni shaxsiy hayoting bor, turmush o'rtog'ing bor, oilang, bola chaqang, ish, yaxshi ko'rgan ishing, hamma narsa вот yetarli, достаточно. Тогда я бы просто Ну, aytishadi-ku, типа развитие bo'lmay qoladi, safar qilishing kerak yoki boshqa narsa o'qishing kerak, o'qilishing kerak deb. Как будто ну это плохо говорить. Нет, это не плохо. Не развиваться. Это неплохо, это индивидуально, har bir odamga har xil ta'sir qiladi. Xuddi siz aytgandek, men 20 yil bitta joyda yashab, yaqinlarim joyida bo'lib, mana prям baxtli ayol bo'lsam, menga boshqa undan ortiq narsa kerak emas deb o'ylayman. Men ham shunaqa deb o'ylayman. Bu sitataga necha foiz qo'shilamiz? Men aytardim, частично, qisman qo'shilaman. Men o'ylayman, har bir odamga individualni bu sitata ta'sir qiladi bu ibora. Ну да. Hozir o'ylab qoldim. Masalan, tasavvur qilmabdi, bitta odam yashayapti-da, hamma narsasi bor, baxtlida, san kelyapsanda, nimaga bu yerda o'tiribsan, baliq tutib o'tiribsan. Развиваться qilmaysanmi? G'alati-yu. Unga hech narsa kerak emas, u hamma narsasi bor, довольный. O'zini hayotini yashayapti. Qachon odam недовольный bo'ladi? Qachon nimadir yetishmasa deb o'ylayman. Да. И как раз shu yerda mana o'zligini topishi qiyin deyapti bitta joyda. Как раз shu to'g'ri keladi-da. U topib bo'lgan bo'lsa. To'g'ri. Keyingisi Albert Einstein, fizik, Nobel mukofoti sovrindori. Ну, bu siz ham bilsangiz kerak. Hop, inson o'zini qayerda ko'proq
qayerda ko'proq fikr yuritsa, o'ylasa deyapti. Keyin yaxshi ko'rsa, sevsa, o'sha yerga mansub bo'ladi. Ruschasiga человек принадлежит тому месту, где он больше всего думает и любит. Да, 100%. Я люблю свою родину, свою страну. Chunki men o'ylayman-ku, o'sha katta bo'lganman O'zbekistonda va o'sha narsani butun vujudim o'shasiga tegishliligini men his qilaman. Men masalan Germaniya yaxshi, zo'r. No, sizga savol, mana shu savol kelib qoldi. Butun umr yasharmidingiz qaysidir chet davlatda? Butun umrmi? Agar bilmadim endi kelajakda agar taqdir taqozo qilsa, balki. Lekin hozirgi vaziyatda xohlamas edim butun umr boshqa joyda yashashni, begona joyda. Mana Qachondir o'zimni vatanimga qaytib, o'zimni qishlog'imda yashashni xohlardim. Qachondir. Men ham xohlardim qanaqa bo'lishini. Qachondir yaqinlarim orasida, O'zbekistonda, Toshkentda ota-onam yaqin, masalan, bemalol hozir Germaniyada turib ota-onamni masalan ko'rib kelish uchun bilet olaman, samolyotda uchaman, to'g'rimi? U yoqda o'zimni tuprog'imda yashasam, 15-20 kilometr bo'ladi uzog'i, to'g'rimi? Men o'ylayman, buni gapi har bir odamga shunaqa ta'sir qilsa kerak. Yana bitta narsani o'yladim, balki bu fikrga kelish uchun begona yurtda yashab ko'rish kerakdir. To'g'ri. To'g'rimi? To'g'ri. Masalan, agar men o'zimni vatanimda faqat yurganimda bu fikr bo'lmasdi. Balki faqat o'ylab yurardim umrimning oxirigacha, men o'zga yurtda bo'lmadim. To'g'ri, endi tushundim. Tushunayapsanmi? Logikani tushundim. Masalan, tasavvur qiling, men umuman chetga chiqmadim-da. Mana shu narsani menga o'qib beryapsiz-da. Men hech qachon chetga chiqmaganman-ku. Yo'q, men sizdan aytaman, yo'q, unaqa emas, chetga chiqish kerak odam deyman. Da. Faqatgina chetga chiqib yashab ko'rgan topdim. Musofirchilikni ta'mini bilgan odam bu narsani tushuna oladi. Zo'ra? Yoki o'sha fikr kelishi mumkin-da. Men qachondir uyimga borib yashashni xohlardim o'zimning vatanimda. Ana kino ham bor-ku, Vatan degan, ko'rganmisan? Adashmasam yo'q. O'zbekcha kinomi? Da, o'zbekcha kino. Bobur Yo'ldoshev bilan ana Hamdam o'ynagan, urushga ketadi. Gunafsha deydi-ku. Ko'rmaganmisan? Non sindirib yeydi. Yo'q, ko'rmaganman. Dadasi keyin Amerikaga borib qoladi-da, o'sha urushdan keyin tirik qoladi. Amerikada bolalari katta bo'ladi, o'zi ham o'sha Amerikada yashaydi. Qariganda qaytib keladi o'zini vataniga. Esingga tushmadimi? Yo'q, ko'rmaganman-da deb o'ylayman. Vatan kim ko'rgan bo'lsa, populyarmi kinomi? Da, voy. Men 1000 marta ko'rganman, zo'r kino. Kim ko'rgan? Ko'rganlar bo'lsa, yozib yuboringlar. Qoldiringlar. Rostdan ham zo'r kinomi? Конечно. Demak, bu sitataga ham qo'shilamiz. Обязательно. 100%. Albert Einstein. Fizik. Men biografiyasini eshitgandim-da. Menimcha unaqa ko'p sayohat qilmagandek meni xayolimda. Tipa bu uchun bo'lgan, bitta joyda uchun bo'lganda, balki qanaqadir Amerika yoki bir Yevropada yurgandir. Lekin hech eshitmaganman, tipa u yoqqa borgan, bu yoqqa borgan. Qachon bu o'zining teoriyalarini tasdiqlatish uchun rosa yurgan, rosa aniq qilgan, balki ko'p safar qilgandir. Einstein deganda menga faqat bitta dona formula keladi. MC kvadratmi? E равняется mc в квадрате. Faqat shu keladi. Хорошо. Sitata, da, yaxshi, qo'shilamiz. Pul haqida. Yana noto'g'ri o'qisam to'g'rilab ketinglar. Warren Buffett. Dunyodagi eng mashhur investor. Не знала. Pulga bog'lanib qolmang. Pul qurol emas, faqat vositadir. Qurol emas звучит не очень, да? Pul как будто pulga bog'lanib qolmagin deyaptimi shunda? Pulga bog'lanib qolmang. Pul qurol emas, faqat vosita deyapti. Men bog'lanib qolganman deb o'ylayman. To'g'risi, men ham uncha tushunmadim bu sitataga. Pulga bog'lanib qolmang. Pul qurol emas, Я faqat поняла. vosita. Может быть, типа
Деньги это временно. O'shanga ko'p anaqani bermagin, mehrini. Главныйsi emas Да, tипа, demoqchimi? деньги не приносят счастья deydi-ku. Balki shunaqa nazarda aytgandir. Lekin mana shunaqa pul temasida ko'p blogerlar ham, shorts videolar ham ko'rganman. Anu, sizga ham o'sha savolni hozir beraman. Pul baxt olib keladimi? Pul da olib keladi. Mana bu yerda bormikan ruschasi? O'shanga ko'plar yo'q olib kelmaydi. Pul bu временный narsa, baxt olib kelmaydi. Pulga baxt sotib bo'lmaydi deb aytishadi. Lekin men bunga qo'shilmayman. Chunki siz baxtli yashashingiz uchun o'sha, например, qaysidir umr yo'ldoshingiz bo'ladimi yoki para bo'lasizlarmi, или ota-onangizni xursand qilishingiz uchun pul bo'lishi kerak. Baxt olib keladimi deganda u boshqa gap, как будто tushunarli. Просто men uncha tushunmadim. Pul qurol emas, faqat vosita. Vosita, да. Mana ruschasini topdim. Не привязывайтесь к деньгам. Деньги не оружие, а всего лишь инструмент. Типа, с деньгами не управляйте как оружие. Допустим, можно же подкупить. Типа, hamma narsani hal qila olmaysan demoqchimi? Да, men shunaqa deb o'ylayman. Типа, hamma narsani ham pul bilan hal qilmaysan. Это не оружие, san uchun qurol emas, deyapti. Mayli. Warren Buffett. Damingizni oling. Biz tushunmadik sizni sitataringizga. To'g'rimi? Yo'q, men uncha to'g'risi anglolmadim. Pul qurol, vositadir degan joyini tushundim. Хорошо, vosita, faqat ishlatasan. Damingizni oling. Keyingisi Steve Jobs. Apple asoschisi. iPhone asoschisi. Hech qancha pul vaqtni qaytarib bera olmaydi. Banально. Banально? Типа, tsitata, vau, gap emas. Bu ham qanaqadir tushunarsiz. Nimaga pul bilan vaqtni anaqa taqqoslashtirganimi? Xuddi bo'ladi-ku, menimcha ishlaymanda, keyin maza qilib yashayman deydi-ku, balki shu narsa nazarda tutilayotgan. Men to'g'ri tushunibman, tipa pul bilan orqaga qaytib bo'lmaydi. Men ham shunaqa. Mana shunaqa. Balki-da sizniki to'ppa-to'g'ri. Bo'ladi-ku, misol 40gacha, 50gacha ishlaymanda, keyin sayohat qilaman, maza qilib dam olaman deydi-ku. Sen o'sha payt, u paytda 20 yoshingdagi vaqtni qaytara olmaysan. To'g'ri. Masalan, hozir senga dunyo kezish yoki bilmadim, mashina haydash yoki bir kemada qanaqadir okeanga chiqish qiziqtirdi. Oldin hozir ishlab olay, pul topib olay, keyin qilaman. Desanda, u garantiya yo'q, что senga 10 yildan keyin xuddi o'sha narsa qiziq bo'lishiga. Endi tushundim buni. Tushunyapsanmi? Можешь еще раз прочитать, пожалуйста? Hech qanday pul vaqtni qaytarib bera olmaydi. Hech qanday pul vaqtni qaytarib olmaydi. Tipa 40 yoshingda puling bo'lgandan keyin sen 20 yoshingdagi qiziqishing 40 yoshingda bo'lmaydi. Da, o'sha paytdagi vaqtni qaytara olmaysan-da. Tushundim. Balki shu narsani aytayotgandir. Men ham shunaqa deb o'yladim. Boshida lekin prям to'ppa-to'g'ri tushundim. Ты что dedim. Хорошо. Yaxshi. Qo'shildik. Ota-ona haqida. Abraham Lincoln. AQShning 16-prezidenti. Men kim bo'lsam, barchasi onamning duosi va tarbiyasidan. Otamning тоже нужно было добавить. Siz nima deb o'ylaysiz? Balki otasi bo'lmagandir. Men sitatani biz yozdik. Qarang. Unda men bugundan boshlab yaxshilab yozib oling. Sitorabonu Azamova yangi sitata o'ylab topdi. Bugungacha nima qilgan bo'lsam, bu ota-onamning duosi sababli. Men buni o'zgartirdim. Da. Men kim bo'lsam, barchasi onamning duosi va tarbiyasidan. Men buni biografiyasini bilmayman, lekin qo'shilamiz, конечно, ota-onani tarbiyasiz, duosiz. Fundament o'ylayman, har bir odamni hayotida bitta krepki fundamenti bu tarbiya. Men shunaqa deb o'ylayman. Tarbiya как будто
sani o'sha bir ramkada ushlab turadi-da. Misol, men bunaqa qilishim kerak, вот mana shu yoqqa ketishim kerak. yoki buni qilish mumkin emas. Da, hamma narsani senga xuddi maqsadingga anaqa yo'lda, maqsadingga yo'l anaqa qilib beradi. Yana bitta masalan tarbiya yoshlikdan beriladi-ku. Masalan 15 yoshingizda ham 20 yoshingizda ham o'sha narsani qo'llaysizda. Masalan tug'ilib o'sgan joyingizda qanaqadir tarbiya berilgan bo'lsa, boshqa chet davlatga ketsangiz ham siz o'sha yerda o'shani qo'llaysiz. Hech qachon esingizdan chiqmaydi. To'g'rimi? Ну да. Haligi gap ham bor-ku, qush inida Ko'rganini qiladi. ko'rganini To'ppa-to'g'ri. qiladi deb. Xuddi shunaqa. Ну, bu yerda ortiqcha menimcha muhokama kerak emas, qanaqadir kommentariya kerak emas. Biz prosta qo'shilamiz. 100%. 100%. To'g'rimi? To'ppa-to'g'ri. Men 101% qo'shilaman. Keyingisi Andreev Karnegi. Andreev W yozilgan, bilmadim. Andreev emasmi? Amerikalik sanoatchi, milliarder. Ota-onaning tarbiyasi eng katta merosdir. Hozir aytgan narsamiz. Ota-onaning tarbiyasi eng katta merosdir. Butun umrga qoladi-da. To'g'ri. O'sha narsa. 101% Misol, keyin sandan keyin o'sha bolalaringga ham xuddi o'sha tarbiyasini bo'lib qanaqadir qisman baribir o'sha tarbiyani berasan. To'ppa-to'g'ri. Qismanman, даже 100%. Adin. To'g'ri. Siz qanaqa tarbiya olgan bo'lsangiz, 100% o'shani bolangizga bergisiz keladimi? Yo'q. Nimaga yo'q? Yo'q, shaxsan menda da. Lekin hammada deb o'ylamayman. Bo'ladi-ku, misol, men bolalarimni bunaqa tarbiyalamayman. Boshqacha tarbiyalayman. Lekin men o'zim qanaqa tarbiya olgan bo'lsam, bolalarimni ham xudo xolasa shunaqa tarbiya qilishni xohlardim. Mana. Shuning uchun shunaqa ma'noda aytilgan ekanda, tarbiya bu meros. Pokoleniyadan ketaveradi deb. No, ko'proq men qanday tarbiyalangan emas, ko'proq o'ylayman. Menimcha любой odam o'ylaydi, o'zidagi minus taraflari bor-ku, yomon odatlari yoki yomon taraflari bor-ku, вот shuni bolalarida to'g'rilashdi. Tushunasizmi? Да, возможно. Menimcha shunaqa. Misol, yaxshisini, конечно, yaxshisi seni ko'zlaring o'tsin, sani bilmadim, sandaqa chiroyli bo'lsin deydi, sandaqa aqlli bo'lsin deydi. A вот minus joylarini вот как раз xohlamaydi. Например, oddiy. Mana uzr gapingni bo'ldim. Bu yerda ota-ona ham причем emasda, вот ko'proq qanaqadir yomon taraflari o'tmasin, ko'proq yaxshi tarafi o'tsin. To'ppa-to'g'ri. Ota-ona bergan tarbiya senga bu odatiy, естественный anaqa bilan sen ham berasan baribir. Misol, meni onam bunaqa deyishgan, dadam bunaqa deyishgan deb shunaqa. To'g'ri. Nima deb o'tdingiz? Men nimagadir bilmayman hozir meni fikrim to'g'rimi yo'qmi. Men mana hamma tarbiyani beraman deyapman-da, yaxshi narsalarni beraman deyapman. Bab miyamda o'ylayman, meni zreniyam yaxshi emas, zreniyam yomonligi o'tmasin deyman. O'tmasin. No, bu tug'ilganingizdan emas-ku, to'g'rimi? Yo'q, men keyinchalik trenirovka qilganimdan keyin, sport bilan shug'ullanganimdan keyin, nagruzka bo'lganidan zreniyam pastga tushgan. No, buni endi uncha tushunmayman men. Qanaqa o'tadi? O'tishi ham mumkindir, o'tmasligi ham, bir narsa deya olmayman. Mana. Bilganlar yozib qoldiringlar. Agar zrena pastligi tug'ilgandan bo'lmasa, bolaga o'tish ehtimoli bormi yoki yo'qmi? To'g'ri aytdimmi? Da, правильно. Men bilmayman. Mana. Bilganlar yozib qoldiringlar. Keyingisiga o'tamizmi? Oxirgisi. Lev Tolstoy, rus yozuvchisi. Da, писатель. Ota-onaning muhabbati hech qanday shartga bog'liq emas. Ruschasiga родительская любовь не зависит ни от каких условий. Родительская любовь не зависит ни от каких условий. Ну, любой sharoitda qanaqa bo'lsang ham yaxshi ko'radi deyapti-da ota-ona. Ota-onangda kambag'al bo'lsang ham, boy bo'lsang ham, yomon bo'lsang ham, yaxshi bo'lsang ham. Вот savol, yomon bo'lsang ham ota-onang yaxshi ko'radi degan hozir iborani aytdim, siz qo'shilasizmi shunga? Ну да. Yomon bo'lsa ham yaxshi ko'radi ota-ona, to'g'rimi? Ota-ona
bunda o'ylab qarasa men har ham qanaqasiga qabul qiladi. bunda o'ylab qarasa men ham xudo xolasa bolalarim bo'lsa, yomon bo'lsa ham yaxshi ko'raman. Bu yomon bo'lmasa endi prosta aytamanmi? Lekin bugungi sitada prям hammasi yoqdi menga. Bilasizmi nimaga? Chunki qanaqadir в глубине души родина chiqdi в первую очередь. O'zbekiston tug'ilib o'sgan yer, tuproq, ota-ona, qanaqadir qadr, qiymat, shunaqa narsalarni eslab olib, Senga yaqinroq menga. Men shu narsani eslab hozir maza qildim. Men ham maza qildim. Keyin ham ichimda благодарство etdim. Xudoga shukr, meni ota-onam, bizani ota-onamiz, ikkalamizni ham ota-onamiz sog' salomat. Bizani ikkalamizni ham qanaqadir nima demoqchiman, qarang. Hozir prям ichimdan благодарство kelyapti, что у нас имеются родители и ular sog' salomat. Men shunga prям благодарство hozir ichimdan kelyapti. Masalan, hozir uyda o'tirganimda unaqa narsa yo'q edi. Но hozir momentimdan qanaqadir jimir qilyapti-da, qanaqadir rosa xursandman. Hamma ota-onalarga qanaqa qiladi? Kimniki yaxshiroq o'xshaydi? Siz serдечко qilishni bilmaysizmi? Men bilmayman. Mana qiling. Bu ham serдечко. Buni men ayam tushunamikan? Tushunadilar. Ayamga telefon qilaman-da, aya, men sizni yaxshi ko'raman deyman. Bugungi hammasi Zo'r. Menga yoqdimi? prям mana shu paket всех sitat iboralar prям ideально yoqdi. Qanaqadir zo'r temani tanlabsiz, to'g'risini aytsam. Yana o'tirgan joyimiz ham juda chiroyli, havo zo'r bo'lyapti, quyosh. Super. Мне тоже очень понравилось. Спасибо большое. Sizga qaysi sitata ko'proq yoqdi? Kommentariyada yozib qoldiring. Keyin o'zingiz yaxshi ko'rgan ibora yoki sitatani yozib qoldiring. Keyingi videomizda xudo xolasa o'shani o'qib birga muhokama qilamiz, to'g'rimi? Da. Shu bilan biz tugatdik. Kattakon rahmat hammanglarga. Tugatmadik. 1 2 3 Kamsahamnida. Rahmat, maza qildim. Sizga ham rahmat. Chiroyli suhbat bo'ldi. Da. Uyga ketdik. Давай anaqani bitta atrofni maza qilib ko'rsatmoqchiman. Mayli. Ana kamerani bundoq aylantiring, men bundoq yana qadaraman. Aylanib beraman. Хорошо. Qarang. Qarang qanaqa chiroyli. Qaranglar qanaqa chiroyli. Maza. Mana qayiq ham bor, shuni ham ko'rsating, maylimi? Mana qayiq. Farqiga chiqsam anaqa bo'lmaydimi? Tushib ketmaymanmi? Ichida suv bor ekan-da. O'rtasiga chiqsamchi? Tushib ko'rardik. O'rtasiga. Yo, tushib ketmaysiz, to'g'ri bo'ldi. Mayli, hammaga xayr. Ammo yo'linglarni ham ko'rsatmaysizmi? Juda chiroyli joyda o'tiribmiz-da, shuning uchun qiziq menga. Hamma narsani ko'rsatish. Bu qolib ketmasin. Mikrofonni uraysizmi? Bu joy kim tanladi? Ketdik. Ketdi. Birinchi men atmosferani ko'rsatmoqchiman. Qanaqa chiroyli joy. Men bu yerga ikkinchi marta kelyapmiz birga. Birinchi marta kelganimda yoqqan, lekin